4-bob. Xo'sh, bobokalonimiz Ibrohim deylik. Ajdodidan nima orttirdi? Agar Ibrohim savob ishlari tufayli o'zini oqlaganida edi, maqtanish uchun sabab topar edi. Biroq Xudo oldida maqtanib bo'lmaydi. Mana Tavrotda ne deyilgan? Ibrohim Xudoga ishondi va shu tariqa oqlandi. Mehnatkashga to'lanadigan yumush berimi iltifot emas, xizmat haqidir. Biroq qilgan savobli ishiga suyanmay, balki betofiqni ham yo'lga solib oqlovchi Xudoga ishongan kishi o'z e'tiqodi bilan oqlanadi. Mana Zaburda ham savob ishlardan qat'iy nazar Xudo yorlaqagan odamni Davud baxtiyor deb aytadi. Qonunsiz ishlari afv etilib, kimningki gunohi o'tilsa, bunday odam baxtiyordir. Kimningki Xudovand inobatga olmas aybin, saodatmand erur shu kishi. Bu baxtiyorlikning sunnatga daxli bormi, yo'qmi? Boya aytganimizdek, Ibrohimning e'tiqodi uni Xudo oldida oqladi. Xo'sh, Ibrohim qanday holatda oqlandi? Sunnat bo'lganidan so'ngmi yoki sunnat bo'lganidan avvalmi? Sunnat bo'lganidan avval. Ibrohim hali sunnat bo'lmasidan iymoni tufayligina Xudo oldida oqlandi. So'ng iymonining muhri o'laroq sunnat belgisini qabul qildi. Shunday qilib, Ibrohim sunnatsiz holatda iymon keltirgan hammaning ham ma'naviy otasidirki, ular ham unga o'xshab iymon tufayli Xudo oldida oqlanadilar. Ayni zamonda Ibrohim ahli sunnatning ham otasi hisoblanadi. Shu shart bilanki, ular sunnat bo'libgina qolmay, balki Ibrohim sunnat bo'lmasidanoq tan olgan o'sha iymonning izi bilan yursalar. Xudo Ibrohim va uning zurriyotiga yer yuzini egallab olish to'g'risida va'da bergan edi. Bu va'da Ibrohimga Tavrotga amal qilgan deb emas, balki iymoni bilan o'zini oqlagan deb nasib etdi. Agar yer yuzini egallab oluvchilar faqat ilohiy qonunga amal qiluvchilar bo'lganida edi, unda iymon behuda, ilohiy va'da esa quruq bo'lib qolar edi. Qonun Xudo g'azabini qo'zg'atadi xolos. Qonun bo'lmagan yerda jinoyat ham bo'lmaydi. Shu sababdan ilohiy va'da Xudo inoyatiga bog'liq bo'lib, faqat iymon bilan amalga oshadi. Bunga esa Ibrohim zurriyotining hammasi dohil, ya'ni Tavrotga ega bo'libgina qolmasdan, balki Ibrohimning iymoniga ham ega bo'lgan hamma dohildir. Xudo Ibrohimga, men seni ko'pdan ko'p xalqlarning otasi qilib tayinladim degan edi. Shunday qilib, o'liklarni tiriltiruvchi va mavjud bo'lmagan narsalarni vujudga keltiruvchi Parvardigorga ishonib, Ibrohim hammamizning otamiz bo'lib qoldi. Xudo Ibrohimga yana, sening zurriyoting son sanoqsiz bo'ladi degan edi. Ibrohim ko'p xalqlarning otasi bo'lishga hech bir umidi qolmaganiga qaramasdan iymoni tufayli umidvor edi. U 100 yoshga yaqinlashganda o'zining badani majolsizlashganini va Soro bibining pushtdan qolganini bila turib iymonda zaiflashmadi. Xudoning va'dasidan esa iymonsizlik qilib shubhalanmadi, balki Xudoga hamd sano aytib iymonida mahkam turdi. Xudo bergan va'dasini bajo keltirishga qodir deb Ibrohim qat'iy ishonardi. Ana shu ishonchi tufayli u Xudo oldida oqlandi. Bu so'z esa faqat Ibrohimgagina xos emas, balki biz uchun ham aytilgan. Xudo Rabbimiz Isoni tiriltirganiga ishonsak, biz ham oqlanamiz. Rabbimiz Iso bizning gunohlarimiz uchun o'limga topshirildi va oqlanishimiz uchun tirilib keldi.